Assalomu alaykum do'stlar. Qisqagina obzor qilib o'tib ketaman. Andijon qora tovuqlari 9,5-10 oylik tovuqlar. Hammasi tuxumda, xudo xolisa. Tuxum tug'yapti. Tuxumlarni ham ko'rsatib o'taman. Tuxumlar. Ana bu yoqda. Mana bu yoqda. Mana bu yoqda. Hamma joyga to'qib tashlagan. Xullas, manzilimizni eslatib o'tay, Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidanmiz. 12 ta viloyatga dastavka bor. Xo'p. Aralash bir boshdan oladigan, xohlasin xo'roz olsin, xohlasin makon olsin, 120 mingdan bir boshdan qilib beramiz. Xo'p, do'stlar, yana nima? Xo'p, manzilimiz Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidamiz do'stlar. Pastdagi nomerlarga aloqa qilib ko'rasizlar, kimga qancha kerak bo'lsa. Qancha bo'lsa topib beraveramiz do'stlar. Hammasi chiroyli, sog'lom tovuqlar. Xo'rozlarni ham qarang. Undan tashqari bu yoqda ham bor. Mana. Tashqarida ham qo'yganmiz. Hozir endi yaxshi ko'rinmayotgandir, balki yaqinroqdan ko'rsatishga harakat qilaman. Mana do'stlar. Bu yoqdagi xo'roz makonlarimiz. Bu yoqda ham ichkarida rosa tuqqan tuxumlari bor. Endi hozir o'zim kirganim. Andaj tashqariga ham to'g'ib qo'yibdi bittasi. Ichkarida yotibdi ham. Ko'rinayotgandir. Xullas shunaqa do'stlar, agar kimga shunaqa sog'lom makon xo'rozlar kerak bo'lsa, Andijon qora tovuqlarida bemalol aloqa chiqishlaring mumkin. Xo'p, 100 tadan ko'p olganlarga, eng kami 100 ta oladiganlarga dastavkasi Toshkentgacha tekin. Dastavkasini Toshkentgacha tekin qilib beramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, aloqa chiqib ko'rasizlar pastdagi nomerlarga.